Assalomu alaykum qadrli futbol ishqibozlari. Jahon chempionatidagi O'zbekistonning ilk raqibi Kolumbiya. O'zbekiston haqida qanday fikrda ekanligi haqida qiziqib, bir necha manbalardan qisqacha videolar tayyorladik. Video yoqsa bitta like va obuna tugmachasini bosib qo'yishni unutma. Kolumbiya muxlislaridan biri Abduqodir Husanov qo'polligi ularga qo'l keladi desa, yana biri Shomurodovning tezligi ularga qimmatga tushishi haqida aytmoqda. Yana bir muxlis Abbos Fayzullayev bosh og'rig'i desa, yana bir muxlis nomi chiqqan futbolchilarga qaramay, qolgan futbolchilarga ham xuddi shunday qarashi haqida aytmoqda. Siz nima deb o'ylaysiz? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring.